Toshkent shahridan 75 ming dollarga mana shu 2 qavatli kottejimizda sotilyapti. Ichki remontlari yengil, faqat shu fasadga kelganda ozgina mablag'dan yetishmovchilik bo'lgan ekan. Uyimizning umumiy maydoni 2 sotix, bu hovli qismi bo'ladi. Bu uyimizning birinchi qavat kirishi bo'ladi. Shunday kirishimiz bilan o'ng tomonda xonadonimizning oshxonasi joylashgan. Shu oshxonamizdan yana bitta xonaga o'tsak bo'ladi. Shu oshxonamizning ro'parasida bo'lsa, bizda ikkinchi xonasi katta mehmonxona va bu tomonda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari qilingan. Bu uyimizning ikkinchi qavati, bu tomonda ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzel joylashgan va bu tomonimizda bizda yana bitta katta mehmonxona bo'ladi. Remontlarga e'tibor bering. Svejiy holatda turibdi. Hali hech qat'i, misol uchun, urinmagan yoki chizilmagan, ko'chgan joylari yo'q. Va bu tomonimizda bo'lsa, bizda va oxirgi 4-xonamiz katta yotoqxona. Uyimiz O'zgarish Nog'oyqo'rg'on masjidining shundoqqina orqasidagi mahallada joylashgan. Egalarining nomerini pastga yozib qoldiramiz. Yana to'liq ma'lumotni egalaridan olsangiz bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda.